Bir her günü işten çıkıpla yol boyudaki bir tilamchiga sadiqa berdi ekanda. Kunlarning birida ayliq tilamchi ergi debdi. Oy, efendim. Xo'sh, Bu 2 yıl ilgari siz bana her gün 10 yuan berettiniz. shundaq. Bultur 5 yuan berdigan bo'ldingiz. Ha. Bu yıl qarsam aram 1 yuan beryapsiz. Nem qilganingiz bu buning sababi nechib tushunmadim ha? Davr o'xshamaydi, qarang. 2 yil ilgari men bo'ytaqdim. Bultur to'y qildim, qarang. Amana bu yil endi bir balliq bo'ldim. Shunga pul tejab, turmushimni qamdamasam bo'lmaydi-da, shukr qiling, bergan pullarim. Qiziq gap bo'ldi-da bu. Qanday? Biroq siz mening pulim bilan uyingizdagilarni baxtsiz bo'lmaydi-da. Bir ingliz tili o'qituvchisi dars o'tib, doskaga bir jumla ingliz xatni yozibla o'quvchilarni so'rabdi. Qani saboqdoshlar, ana mushu doskaga yozilgan xatni qaysinglar tarjima qila olasizlar? Ma'lum men. Ha, qani sen o'rningdan tura? Asta ma'lum men bilmay qo'l ko'tarib qolibman. Men tarjima qila olmayman, qarang ma'lum. Ha. Ammo dadam tarjima qila oladi. Ha, unda xosda dadan chet el tilini bildi ekanda. Voy yaqay, opamning deyishicha, dadamning quliqi gap tarjima qilamish. Bir odam og'rib qilib doktorxonaga beribdi. Doktor uningdan bunday so'rabdi. Naringiz og'riydi? Voy, qarang doktor. Men shu o'ng qo'limning bosh barmoqi bilan beshimni o'qisammi og'riydi. Ha. Maydamni o'qisammi og'riydi. Voy, qo'sig'imni o'qisammi og'riydi. Voy. Nima ishdi bu deb shuni kelgandim oldingizga. Bu yomon bo'pti. Keling, hemen bir tekshirib baqay. Bo'ladi. Bir tekshirib Bunda qilaylik, men sizga bir tekshirish qog'ozi yozib beray. Sizchi qarang, CT'ga tushib, beshingizni, ko'krigingizni va qo'saqlaringizni bir tekshirib keling, ha? Bo'ldi. Ish tekshirsam chiqama doktor. Chiqdi, shunday aniq chiqdi. Bo'ldi. Emas men bir tekshirib kelayjima doktor. Tekshirib bo'lgandan keyin sizning qishingiz kelmajima. Shunda qilib, hiliq bemor barliq yerlarini tekshirib qaytib ketdi. Doktor uning kasalini faqatla topolmay, boshqa doktorga ko'rinib beqishni aytibdi. Necha kun o'tgandan keyin doktor hiliq kasalni yo'lda uchratib qoldi hamda uningdan qiziqib so'rabdi. Voy, siz ilqi bemor shu. Shu o'tgan oldingizga berib tekshirdim. Qandaq bo'ldi? Boshqa doktorxonaga berib tekshirib baqdingizmi? Qanday qildingiz? Siz degandek shu, boshqa doktorxonaga berib tekshirdim doktor. Ha, nima deydi? Doktorxonaga kirib, murakkab kasalliklar bo'limiga berib tekshirdim-da. Ha, ularchi kasalingizni topa oladimi? Voy, topdi, bak ustga ular. Voy, nima deydi? Aslida mening bir barmoqim sinib ketibdi emasmi?